yoqdan qaytyapmiz. Ketishda har bittasini urib ketdi. Hozir mana yana sinovdan o'tkazib ketyapmiz. Imminni inspektor split ayib. Xudo xolasa hammasini yetib ketyapti. 400, 500, 600 metr oldin yetyapti. Bizlar bilan bo'lib turinglar. Kardon. Mana qayerdan radar bor ekan. Kardon dedi, mana ovoz chiqishni boshladi. Qani kuzatinglar. Eng qizig'i hamma radarlarni yetib kelyapti. Bu shundoq ochilgan, mashinaga qo'yildi. Обновление hali bo'lmadi. Eshityapsizlar, radar 70. Radarlarni hammasini urib beryapti. Обновление qilinmagan hali oxirgi. Shundoq ochib mashinaga qo'yib qo'yildi. Обновление qilsa bilmayman qanaqa olib beradi bu. Tak, hozir radarni ko'rsatinglar, hozir ko'rsataman. Tezlik 70. Bizaniki 65, 63. Tak, qani radar? Radarimiz mana radar. Assalomu alaykum deb turibdi. Mana. Necha metrdan beryapti? 500 metr yo 400 metr? Radar na 100. Na 100 deyapti. Xo'p, qayerda radar bor ekan? Tezlikni kamaytiramiz. Lekin juda ham ko'p gapirmaydigan radar ekan. Maslahat beraman lekin. Aytganchalik bor ekan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bu radar orqadan urib beradi. 400 metr, 500 metr masofada yetdi, mana mana shu radarni yetdi. Tavsiya qilaman hammanglarga. Tavsiya qilaman, hammasini urib beryapti. Lochin ko'z deyapti, Hikvision, Liboy hammasini urib beryapti. Men o'zim sinovdan o'tkazdim. O'tkazyapman ham kerak bo'lsa. Tavsiya qilaman. Radar bo'lmagan joylarda gapirayotgani yo'q. Radar bor joyda gapiryapti. Sizlar bilan bo'lib turinglar, hali eng zo'rlari oldinda.